Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli bugungi tadbir ishtirokchilari, hurmatli ustozlar. Bugun barchamizning qalbimizda o'chmas quvonch, beqiyos shodlik va yuksak faxr tuyg'ulari jo'shib urmoqda. Chunki bugun yurtimizda juda qadrli va muqaddas bayram 21-oktyabr O'zbek tili bayrami kuni nishonlanmoqda. Men avvalo sizlarni va siz orqali barcha tumandoshlarimizni muqaddas bayram kuni bilan samimiy muborakbod etaman. Barchangizga mustahkam sog'lik, oilangizga tinchlik va xotirjamlik, dasturxoningizga qut va baraka tilayman. Har bir xalqning qiyofasini, ruhini va tarixini uning tili belgilaydi. Bugun o'zbek tili nafaqat mamlakatimizda, balki jahon miqyosida ham tan olinayotgan ilmiy, adabiy va diplomatik salohiyatga ega tillardan biriga aylanib bormoqda. Barchangizni yana bir bor o'zbek tili bayrami kuni bilan chin dildan tabriklayman. Ona tili eng avvalo millatning g'ururi. Dunyoda shu millat mavjudligining belgisi hisoblanadi. Hozir dunyodagi jarayonlarni kuzatadigan bo'lsak, kun sayin juda ham ko'p tillar o'lik tillar qatoriga qo'shilib boryapti. Va bu narsa bizni har doim, har soatda hushyor bo'lishga da'vat qiladi. Biz ona tilimizni kelajak avlodlarga bus-butun, sog' salomat, sofligicha yetkazib qo'yish ustida qayg'urishimiz kerak. Biz bugungi kunda shu narsaga diqqatimizni qaratishimiz kerakki, bolalarimiz o'zbek tilidagi savodxonligini, yozma nutq savodxonligini, og'zaki nutq savodxonligini o'stirishda tinimsiz mehnat qilishimiz kerak. Bu bugungi kunni o'sha bizni oldimizga qo'ygan dolzarb vazifasi deb bilaman.